Diasporamu yaki muhajiretmu? Abdori Aziz Isa Elkun. Melum bir jughrapiyilik rayonlarda qoshna bolup yashighan. Birliriden periqliq medeniyet ve tilgha milletler üchün til ve medeniyet saheliride birlirige tesir körsitishi. İnsaniyetning jemiyet tereqqiyatidiki bésip ötidighan basquchlardin biri bolsimu, amma bu basquchta özlirining medeniyet ve tili küchlük bolgan milletler başka milletlerning til ve medeniyet assimilyatsiyasidan özlerini qoğdap qalalaydı. Biroq medeniyet asası aciz millet ve xalqlar bolsa küchlüklerge asonli assimilyatsiya bolup tarixdan yo'qaydi. Özlerini O'rta Osiyo Türk milletlerinin medeniyet töriki hesaplaydigan medeniyet yaratgan Uyg'urlarmu tarixda mushundaq başqa milletler medeniyetining ta'siriga uchirgan bolsimu, amma medeniyet ve til asasi puxta bo'lganligi uchun garchi soni az bolsimu, bugungi kunga qadar o'z mavjudligini saqlab keladi. Dunyoda hech qanday bir millatning tili ve irqi sap bo'lmaydi. Yana kelib, Melum bir milletning tilgha başqa bir yot millet tilining qabul qilinishi bugungi insaniyet dünyasının tedirici tereqqiyatidiki davr xarakterlik ijtimoiy hodis bo'lib, biz yaxshi biladigan yaqinqi 10 necha asrlik tariximizga nazar salsak, Uyg'ur qatorliq turkiy xalqlar 10 asrda islom dinini qabul qilgandan keyin Qur'onning tili deb qaralgan arab tili ve uningdagi atalg'ular Uyg'ur tiliga saldek eqib kirdi. O'rta asrda bolsa fars tilining Uyg'ur tilgha bo'libmi Uyg'ur adabiy tilgha keng doirada kirganligini tarixiy yozmalardan ve bugungi Uyg'ur tilining so'z lug'atidan bildik. 15 asrda Uyg'ur qatorliq turkiy tilli xalqlar orasida fars tili qizg'inligi ko'tarilib, ilim ahlilarining fars tilini qabul qilishi ve fars tilida asar yezishi avj alganda, bu xohishni dodillik bilan tanqid qilgan ataqliq Uyg'ur mutafakkiri, adib, shoir Alisher Navoiy buvimiz muhokimati lug'atayn 2 til to'g'riliq muhokima nomli risola yozib, fars tilini ulug' bilganlarni tanqidlab, Türk tilining hech bir yerda fars tilidan kam emas, boy ve güzel bir til ekanligini aytgan edi. Eng oxirgi Uyg'urlarning davlati Saidiya Uyg'ur xonligi Appa Xo'ja ve uning supi ishonlar tarafidan munqariz qilingandan keyin vatanimiz Sharqi Turkiston tunji qatim 1759-yili Manju Çin ishg'olchilari tarafidan mustamlika qilinishga boshlagandan buyon taki bugungi kungacha Uyg'ur tili 3-qatimliq yot tilning ta'sir qilishiga, oxirida bo'lsa bugungi kundagidek Xitoy tilining majburiy assimilyatsiya qilinishidek qismatlarga uchirdi. Biz bu davrni Xitoy tilining Uyg'ur tiliga ta'sir ko'rsatgan ve Xitoy tilidan eng ko'p atalg'ularni ixtiyoriy ve majburiy ravishda qabul qilgan bir davr deb qaraymiz. Undaqda dünya bo'yicha eng ko'p qo'llaniladigan, dünya aholisining aloqalash tili bo'lgan ingliz tili Uyg'urlarga ta'sir ko'rsatdimi? Shundaq ta'sir ko'rsatdi. Biz hozir uchur davrida yashayotganligimiz uchun dunyoning bir qutblashishi tezlikda kengayayotgan bu asrda bo'libmi muhajiretdagi Uyg'ur tilgha xalqaroliq atalg'ularga aylanib ketgan bir qism ingliz tilidagi atalg'ular singib kirishga boshladi. Albatta, bu yuqorida aytib o'tganimdek inson jamiyatining muayyan bésip ötidighan teraqqiyat basquchi bolsimu,
Әмма bu basquchtamu o'xshashla. Tili va medeniyeti küchlük milletler öz tilini qo'g'dab qalalaydi. Acizlar bo'lsa, assimilyatsiya bo'lib yo'qoladi. Masalan, Birleşken Devletler Teşkilatı Fen Medeniyet Mahkemesining statistika qilishicha, hozir dunyo bo'yicha taxminan 7000 xil til bo'lib, bu tillar orasidan 2000 dan ortiq tilning so'zlashadigan odam soni 1000 dan oz bo'lib, har 14 kunda bir tilning yo'qolayotganligi taxmin qilinmoqda. Gerçi dünya bo'yicha Uyg'ur tilida so'zlashadiganlarning nüfus soni 20 milyondan ortiq deb faraz qilinsa-mu, ammo hech bir davlatda bu til rasmiy davlat tili sifatida qo'llanilmaydiganligi yoki Uyg'ur aholisining mutlaq ko'p qismi yashaydigan Sharqiy Turkistondagi ma'arifda qo'llanilmaydiganligi uchun Uyg'ur tili hozir xatar ichida turayotgan tillar ichidagi bir til ekanligi qayd qilinmoqda. Uzun yillardan buyon Uyg'ur tili tadqiqoti bilan mashg'ul bo'lib kelayotgan Amerika Kansas universitetining professori Arian Dwyer Xitoydagi xatar ostida qolgan turkiy tillari nomli maqolasida bu haqda tafsiliy ma'lumotlarni berdi. Endi o'zimizning temasiga kelsak, yaqinqi yillardan buyon muhajiretdagi xalqimizga nihoyat ko'p amaliy xizmatlarni qilish bilan tonilayotgan mash'al gruppasining nomida bir qancha kun burun diaspora Uyg'ur jamoatiga NPO tashkilotlarini ko'paytib qurish haqida nomli bir parcha maqol e'lon qilindi. Men shaxsan xalqimizni tarbiyalashni maqsad qilgan bu savat xarakterli maqolning yozilganligidan suyundim va mazkur maqolni yozish uchun ajr so'ndirgan qarindoshlarga minnatdorligimni bildiraman. Albatta, muhajiretdagi xalqimizni, bo'libmi yoshlarimizni tarbiyalashni, g'arb elleridagi bor imkonlardan foydalanib, asoratdagi xalqimiz uchun texmi unumli xizmat qilishning yo'llarini ko'rsatib berishni nishon qilgan mundaq bir esil maqolning oldida biror atalg'u yoki so'zlarning noto'g'ri ishlatilishi cho'ng masala emas edi. Ammo bizdek o'z tilini davlat darajada ishlatish, ma'arifda va kasbiy sohalarda qo'llanish imkonlaridan mahrum bo'layotgan bir millat uchun ana tilimiz bo'lgan Uyg'ur tilini qo'g'dash va uningga to'g'ri varislik qilish, kelajak avlodlarimizga aman isen miras qilib yetkazish, mushu millatning tilida so'zlashadigan, mushu millatning o'rtaq va birlikka kelgan yiziqini qo'llanadigan biz hammamiz uchun baxtsizlikka ega bir burchdir. Mana mushu burchimizni nishon qilib so'zlasak, mening bugun nima uchun diasporamu yoki muhajiretmi nomli bu qisqa yozmani yozganligimni tushunish tas emas deb qarayman. Men chet elda yashayotgan 20 yildan buyon muhajiretdagi Uyg'ur tilining Uyg'urcha gazet, axborot va taratqularda ishlatishini izchil kuzatib kelyapman. Esimda qilishcha, bundan 15 yillar ilgari muhajiretdagi Uyg'urlarning tilga leader, conference, festival, tendency qatorliq ingliz tilidagi atalg'ular Yevropa, Amerika va Turkiyada yashayotganiga uzun bo'lgan pishqadamlarimiz tarafidan shu davlatlar tilidagi ushbu atalg'ularni udul Uyg'ur tiliga aralashtirib so'zlash va Erkin Osiyo radiosi qatorliq axborot taratqulardimi g'ayri rasmiy qabul qilishlari natijasida Uyg'ur tilidagi hamma biladigan atalg'ularga aylanib ketdi. Milodiy 2010 yildan keyin bo'lsa, culture, congress, image, petition, diaspora qatorliq atalg'ular ingliz tilidan o'g'irlab Uyg'urning qilib oldik.
Biz mulohiza qilayotgan diasporamu yoki muhajiretmu atalg'u masalasiga kelsak, mening bu yerda demoqchi bo'lganim o'zimizda, ya'ni vatanimizda allaburun umumlashib bo'lgan. İstimalimizde qo'llanayotgan atalg'ularning o'rniga ingliz tilidan majburiy atalg'ularni so'rab akirishimizning hech bir zaruriyati yo'q demoqchiman. Men ingliz va yoki boshqa tillardagi yangidan paydo bo'lgan fan texnika va boshqa xalqaroliq umumliqqa ega ismlarni qabul qilishga qarshi emasman. Ammo bu xil qabul qilish cho'qim o'z tilimizda faqat yo'q bo'lgan atalg'u va so'zlarni biz vaqtida yangi so'z yasay olmagan va o'zlashtirolmagan ahvol bilan cheklansak. Biz shunda qilsak, tilimizning qaytadan abjashlashib ketishini az-to'la azayta olamiz. Masalan, tilimizdagi necha ming yildan buyon arab va fors tillaridan qabul qilgan bir qism so'z va atalg'ular Uyg'ur tilining adabiy va kundalik canlıq istimaldaki öz tilgha aylanıp ketdi. Cümleden muhajiret sözü şunun mahsulatıdır. Amma diaspora Uyghur cemaatiga NPO tashkilotlarini ko'paytib qurish haqida nomliq bu maqolada ishiltilgan diaspora degan bu atalg'uni mutlaq Uyg'urlar bilmaydi. Bolupmu vatandagi xalqimiz asla qo'llanmaydigan ingliz tilidagi diaspora so'zini bevosita qabul qilib, o'z tilimizdagi muhajiret degan atalg'uning o'rniga ishlatishni men tushunmadim. Ham shaxsan qabul qila olmayman. Bu haqda Melum qarindishimizning ko'z qarashidi. Ya'ni nima uchun diaspora degan inglizcha atalg'uni qo'llanganligi haqida ma'lum tushunchaga ega bo'ldim. O qarindishimizning qarashicha Uyg'ur tilida bor bo'lgan muhajiret atalg'usi ingliz tilidagi diaspora atalg'usida ifodalanadigan ma'nolarni bo'libmi o'z ichiga oladigan siyosiy ma'nolarni to'liq ifodalay olmaydi ekan. Shu sababdan ingliz tilidagi diaspora atalg'usini ishlatibdi. Xo'sh, undaqda Uyg'urlar ming yillardan buyon qo'llanib kelgan muhajiret degan atalg'uning ma'nosi nima? Muhajiret arabchadan qabul qilingan muhajir degan xos ismning sifat shakli bo'lib, bu so'z Uyg'ur tilida o'z vatanidan ayrilib, boshqa davlatda o'ltiraqlashgan yoki boshqa davlatda musofir bo'lib yashayotgan kishini ko'rsatadi. Diaspora atalg'usi bo'lsa, ingliz tilidagi diaspora so'zi bo'lib, bu so'z asli grek tilidagi diasporain, chechilish, tarqalib ketish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bir jughrapiyilik rayon yoki davlatda yashighan xalqlar to'plamining boshqa rayon va davlatga chechilib ketishini ifodalaydi. Ingliz tilida bu atalg'u Yahudilarning tarixda Falastindan ko'chib, dunyoning hamma yeriga musofir bo'lib, chechilib ketganligiga taqlid qilinadigan bo'lsa, bugungi kunda har qanday bir o'rtaq til va madaniyatga ega xalqlarning boshqa bir davlatga ko'chman bo'lib berib, shu yerda bir to'pliq bo'lib yashayotgan ko'chman aholilarni ko'rsatadi. Undaqda o'zimizda aslida bor bo'lgan muhajiret atalg'usi ingliz tilidagi diaspora atalg'usida ifodalanadigan ma'nolarni ifodalay olmamdi? Albatta ifodalay oladi. Muborak Uyg'ur tilimiz so'z boyliqlariga xeyli boy til bo'lib, bizda muhajir atalg'usidan boshqa yana surgun atalg'usimi bor. Agar biz muhajir atalg'usini siyosiy ma'noni ifodalab berish kamlik qiladi deb qarasak, surgun atalg'usini ishlatsakmi bo'ladi. Ya'ni surgundagi Uyg'ur jamiyati, Sharqiy Turkiston surgundagi hukumati degandek. Men bu yil muhajiretdagi Uyg'urlarning vatanimiz Sharqiy Turkistonda millionlagan begunoh Uyg'urlarni jazo lagerlariga so'lgan
Xitoy hukumati ustidan shikoyat qilib, imzo qo'yish harakatlari ilib berish jarayonida inglizchadan petition, ya'ni shikoyat, arz qilish degan yangi bir so'zni qabul qilganligiga guvoh bo'ldim. Dunyoning har qaysi ellardagi qarindoshlarimiz xuddi Uyg'ur tilida bu so'z yo'qdek yoki inglizcha aytilsa hayvatlik va jalb qilarlik anglandigandek bu so'zni Uyg'urcha qilib oldi. Men muhajiretdagi Uyg'urlarning bu xil yot tillarga alohida do'ston muomalasidan bearam bo'ldim. Xulosa shuki, yaqinda e'lon qilingan bu maqolaning temasini diaspora Uyg'ur jamoatiga NPO tashkilotlarini ko'paytib qurish haqida deb atagandan ko'ra, o'z tilimizdagi bor bo'lgan atalg'ularni ishiltib, muhajiretdagi Uyg'ur jamiyatlarida tapovatsiz tashkilotlar NPO'ni qurish haqida takliflar deb olsak tamamen bo'ladi ve bir bütün Uyg'ur xalqi asonli tushunadi deb qarayman. Agar muhajiretdagi nihoyatda az Uyg'ur to'plamlari vatanimizdagi bir butunlikka ega qiliplashib bo'lgan Uyg'ur tiliga hurmat qilmasak, uning allaburun qiliplashgan so'z, atalg'u ve imla qoidalaridan bilib bilmay kun sayin yiroqlashsak, aslidilla mecburi Xitoy tili assimilyatsiyasining tahdidiga uchrayotgan, her vaqt yo'qolish xavfida jon talishayotgan Uyg'ur tilini qo'g'dab qilishda o'zimiz foydasiz ahvolni hozirlab qo'yamiz. Bu reallik hammamizning, bo'libmi qalam tutadigan ziyolilarimizning esida bo'lsinki, biz o'z tilimizni o'zimiz qadrlamasak, boshqalar biz uchun qadrlab bermaydi. 2019 yılı 16 yanvar Londonda yazıldı. Manba Elkun Tori.